أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. Altın, kumush va pullarning zakati. Aslida oltin, kumush pul shaklida ishlatishdan burun kishilar tovar bilan muomala qildi. Masalan, tuz bilan bug'doyni, bug'doy bilan yog'ochni degandek bunda almashtirib, keyinchalik muqim shunda ko'tarishga yengil, ixcham, oson usulda muomala qilishni o'ylab insonlar shu pulni ijod qilgan. Oltin, kumush pul shaklida ishlatilib, yaqin chog'larga qadar tanga tilla vaqti. Mesela Rasulullah sallallohu alayhi vasallam zamanında tenge tilla vaqti. Tenge kumushdan, tilla oltindan. Tillani o'sha Rim imperatorligi ishlatsa, tengini Iran imperatorligi ishlatgan. Lekin arablarda shu Rasulullohning zamonida Rimlikning tillasi bor, Ironlikninki kumush tengilarim bor. Ikkalasi unda ishlatibdi. Tillarning nechta turlari bor shu chog'da? Kumushning, tengining shunday nechta turlari bor. Lekin arablar shu chog'da ig'irlikni o'lcham qilib ishlatgan. Ikki xil tengi ulab qolsa, buni ig'irligini mancha uqiya deb bilan unda ishlatibdi. Keyin Hazrat Umarning zamoniga kelgan chog'da bu tengilar 3 xil, 4 xil bo'lib ketgandan keyin kishilar muomala qilgan chog'da qulaychilikni keltirib chiqarg'achqa Hazrat Umar 3 xil tengining o'ttirhal ig'irligini qilib tengi so'qtirgan. Keyin Abdulmalik ibn Marvanning zamonida Hijriy 77-78 yillari ondan islom davlati so'qtirgan shu tengilar o'tirib chiqqan. Bir tarafiga la ilaha illalloh, yaqulullohu ahad va Allohu akbar deb yozgan. Shunda tengilar hozirmi Yevropaninki musiqalari saqlangan. Tilla, tenga narsa. Hazrat Umarning zamoniga qadar shu Ironlikninki o'zining shu podshohlarining rasmlari, podshohlarning ismlari yozilgan tengi tillarni ishlatgan. Endi hozir shu qog'oz pul tengi tilla shu pulning o'rniga desdi. Ya'ni insonlarning bir qadar taraqqiy qilib, u ig'inasini, u metal, madan narsini endi ko'tarib yurish aksiz bo'lgandan keyin qog'oz pulni chiqarib bilan aslida shu qog'oz pulni tarqatgan chog'da 20 asrning boshlarida qog'oz pul qo'yib kelgan chog'da qog'oz pulningki qarshiligida bankida oltin bordi. Masalan, 10 ko'y desak, 10 ko'y xuddi 10 ko'yga loyiq oltinning hujjatidek. Biz shu 10 ko'yni shunda bankaga olsak, qachon olsak 10 ko'y oltin qaytarib oladigan shunday. Keyin undan buni bekor qilib o'tib, hozir bu faqatlam shu o'zaro almashtirishga ishlatilgan bir narsaga aylantirib qo'ydi. Hozir bu 10 ko'yni olsak, bankadan uning qarshiligida oltinni bermaydi. Yani shu qog'oz pul shu oltinning hukmida bo'lamdi, bo'lmamdi degan masalada Majmuat al-Islomiy 3-navbatli qurultay yig'ilib bunda qaror qilgan. Al-amlat al-waraqiyya nuqudun i'tibariyya fiha sifatu thamaniyya kamilatan wa laha al-ahkam ash-shar'iyyah al-muqarrarah lil-dhahab wal-fiddah min haythu ahkam ar-riba waz-zakah was-salam wa sa'ir ahkamihima. Mesela riba şekillenişti olsun, salam ahkamları, başka her konuda muamele işlerde altın kumushning o'rni bilan desaydi deb bekitdik. Bu mesela birisi chiqishi mumkin. Bu riba degan oltin kumushda bo'ladi. Bu qog'oz pulda riba bor deb ko'rsatib yo'q. Shu qog'oz pulda bankga qo'yib jazoni qilsang jazo bo'lmaydi deb chiqishi mumkin. Lekin Majmuat al-Islomiyninki mush qarasi buni shunday bilan yo'lni taqyapti. Ularga oltin kumush desak, o'shada hozirda qog'oz pulning ahkamini bayon qilgan bo'lamiz. Qala va tajibu fi madrubihima. Oltin kumushningki tanga tilla qilib so'qqanlarda, zarb qilganlari deymiz. Shu oltin kumush qilib so'qashni zarbi deymiz. So'ng Yaqub davlatninki Qashqarda so'qqan shu pullarga zarbiga chiqar deb yozilgan. Va tibrihima. Tibr degan oltin kumush shaklida so'qalmagan. Kepak shaklida bo'lishi mumkin. Kepak oltin deymiz. Ba'zida uyul yambudak bir parcha kumush oltin bo'lishi mumkin. Lekin unda tanga tilla shaklida so'qalmagan. Va huliyhima. Ayollarning oltin zibizinnatlari, kumush zibizinnatlaridami zakat qiladi.
ve aniyetihima altın gümüş qachi qushlar bo'lsa uningdan keldi. Albatta bu yerda oltin gümüşni ishlatishning hukmi ustida to'xtalmadi. Oltin gümüşni ishlatish, ya'ni yemek ichmakda, uch kunlik turmushda ishlatish harom. Sahih Buxoriyda hadisda la tashrabu fi aniyati az-zahab wal-fidda wa la ta'kulu fi sihafiha. Oltin gümüş qachilarda yeb ichmanglar, buning talanga, tahsillardami yeb ichmanglar. Lekin bu yerda buni ishlatishning hukmi ustida to'xtalmoqqa zakat keladi kelmaydi, shuning hukmini bayon qildi. Navat tijarata aw lam yanwi idza kana nisaba. Buningda tijorat niyati bo'lsin, bo'lmasin, shu boylik o'lchinga yetgan bo'lsa ham zakat keladi. قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Muş ayette allaqal vucuba bismid zahabi vel fidda. Zakatni vacib deyishda oltin kumushga ismga bog'lab qo'ydi dedi. Oltin kumushni bunda basirib yetib oldiganlar demakchi. Muş yerdan yaknizun degan so'z aslida ko'mab saqlashni ko'rsatadi. Lekin buning ishiga ko'mmay uyda saqlashmi shirkdir. Odatdan fil g'olib oltin kumushni o'g'irdan yo boshqadan saqlab nima qildiganlar, yoki ko'mab saqlaydigan bo'lg'achqa shuni iborat surgan. Ko'mmay odatda yanchiqda yoki sanduqda yo uyda qo'yib saqlasimi o'xshash. Qala va annahu mavjudun fi jami' ma zakarna. Mush oltin va kumush degan ism yoki sifat biz yuqorida bayon qilgan al-madrub va tibr val huli val aniya ashhamista ba لأن المراد بالكنز عدم إخراج الزكاة لحديث جابر وابن عمر رضي الله عنهم كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا وما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا. مش هذا يعني كما قيمة تقدروا زكاة برمجان مال والقاسة بكنز سبلندو. Xuddi shu ko'mab basib yetadigan bilan o'xshash. Ammo zakat berilgan mol olib qolsa, buni ko'mab qo'ysimi, bu kanz hisoblanadi, uni gunohi yo'q. Ko'maklikka 1 million puli bor, lekin buning zakatini berib tursa, bu kanz hisoblanmaydi. Endi shu oltin kumushda zakat qildiganlikning dalilini shu oyat deb ko'rsatdi-ku kitobda. Bunga boshqa dalillar ko'p, lekin iktifoan bir dalilni bayon qilib qo'ydi. Hadisda ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. سيد مسلم كذا بوم بالوعيد. Bunun başka hem devletki Müslümanlar, alimler icma kâgin. Yani şu altın kümüşte zekat kıldıqallıqı icma. Hem biz bununla altın kumushga har qanday pul olib qolsa, buni qiyos qilib o'tamiz. Oltin, kumush va qog'oz pullarni deb bir qator sanatimiz. Va an Ummi Salamata radhiyallohu anha qalat. Anva Ummi Salama radhiyallohu anhaning hadisini boshlashi hozir bu oltin asboblarga zakat kirish masalasiga dalil. Al-Huli dedi. An Ummi Salamata radhiyallohu anha qalat: "Kuntu albasu awdahan min zahabin." Ben oltindan yasalgan bir zibizinnat taqib olgan. Avdah degan vadahning ko'pligi. Bu odatda kumushdan yasalgan gulobkidek, bilajikdek ma'nosi. Lekin ba'zi oltindan yasalgan ishlatilgan. Shu oltindan deb qo'ydi. Avdah deb qolsa kumush maqsad qilinadi. Oppoq bo'lgan ekan. Oltindan zibizinnat taqib olgandim dedi. Faqultu ya Rasululloh, akanzun hiya Muşumu kenzge kiramdo deb so'sam, faqala in addayti zakatahu falaysa bikenzin. Zakatini bersangiz, bu kenz hisoblanmaydi dedi. Bu hasan darajalik hadislardan fayasiru taqdirul aya. Shundan bu oyatningki mazmunini bunda tushunishimiz mumkin dedi. Vallazina la yu'adduna zakata-az-zahabi wal-fiddati fabashshirhum bi'adabin alim. Oltin kumushning zakatini bermaydiganlar deymiz. Kim olsun, kim olmasın.
ورأى امرأتين عليهما سواران من ذهب فقال أتحبان أن يسوركم الله بسوارين من نار ikkinlarga Allah Taala oltin o'rniga o'ttin ikki bilazik taqab qo'yishini yoqtiramizlar. Qala Taala qala fa'addiya zakatahuma. Unda bo'lsa zakatini beranglar. Buni sanadi hasan darajaga des. Al-haqal wa'id ash-shadid bi tarki ada'i az-zakah. Mushadisda zakat bermaslikka qattiq tahdid qilgan bo'ldi. Va annahu dalilul wujub. Bu oltin asboblarda zakat vacib bo'lganligining dalili. Bu oltin asboblarda zakat vacib bo'lish masalasida Hanafi mazhab vacib deb qaradi. Hadisda yuqorida bayon qilgandek dalil bor deb qaradi. Uningdan boshqa masalan dalillardan Hazrat Oyshaning hadisi annaha qalat dakhala alayya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fara'a fi yadayya fatakhatin min warqin faqala ma hada ya Aisha فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله فقال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار وأبو داود رواية إسناد حسن Albani ile sahih deb qargan Ibn Hajar bilan sahih deb qargan hadis. Uningdan boshqa oltin kumushda zakat vojib bo'lganligi kelgan umum dalillar. Firqataru bil ashr dediga shuningga o'xshash umum dalillarni dalil qildi. Shu oltin asbab hozir. Oltinmi kumushmi oltin yoki kumush? Unda zakat qiladi. Oyatul Kanzmi shuning dalili. Uningdan boshqa jumhur ulamolar zakat kelmaydi degan. Hanafi mazhabning qarashini tutqandan Imom Avza'i, Thawri, Imom Ahmaddan bir rivoyat, Zohiriylar, ba'zi ulamolardan Shayx ibn Baz, Usaymin ulamo shunda qaraydi. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan zakat kilodi degan qarash sahih sanad bilan kelgan. Jumhur ulamolardan hammasi kelmaydi degan bo'lsa, ba'zilari bir yilning zakatini bersa bo'ldi. Undan keyin zakat beramiz bo'ldi deb qaragan. Bu ana Ibn Malik'ten rivoyat qilingan qarash. Yani ba'zi ulamolar, masalan Imom Ibn Qayyimdek ulamolar ikkining birini tanlab berdi. Ya zakat berdi shu oltin asboblarga yoki boshqa ayollarga berib tursa, ay berib turganligi shuni zakati. Zakatuhu ariyatuhu. Bunda qaralgan. Lekin xulosalar zakat qildi, kelmaydi. Qildi degan qarash Hanafi mazhabininki qarashi bu shu yuqoridagi hadislarga tayanadi. Bu hadislar nas, lekin buning sanadida gap so'zi bo'lg'achqa, hali ko'p hadisshunos olimlar sahih emas, hasan emas, ojiz deb turg'achqa bu hadislarni olmagan. Hanafi mazhab olgan. Unda hozir bu yerda shu huli masalasida odat normal biz qaraydigan o'rin olmishib qoldi. Hanafi mazhab ojizroq bo'lsin yo hasan deb qaragan hadisni chang tutib, qiyosni tashlatdi mana. Jumhur hadisni tashlatib qiyos qildi. Qiyos qandaqda? Sen o'zdan ishlatilgan narsaga zakat kelmaydi degan bir qiyos bor. Nisob shu oltin kumushning nisobi shu hisob bo'ldi. 85 gram oltin. Shuningga yetsa, ayollar Hanafi mazhabining qarashi bo'yicha har yili zakat berib turadi. Har yil zakat berib, kilotib 84 gram, 80 gram chiqib qolsa, zakat berishdan to'xtaydi. Yana 85 gramdan oshsa, yana zakat berish kerak. Bunday. Hanafi mazhabdan zakat qildi deganni tarjih qilamiz. Nima uchun deganda bu ishlatish doirasiga narsalar qiyos shu xil jalliq qiyos bo'lsa-mu, ma'noda hadislar kelgan bo'g'achqa biz qiyosni tashlab hadisga kelgandek bir ahvol bor. Ikkinchisi bu bir xotirjam bo'lgan ish. Zakat vojib bo'lib qolgan bunda ahvol bo'lsa, biz zakat bermaydan ketaversak, ishata shuni zakat bersak uning ustiga zakat berish bilan ayollarning oltin kumushi kemib qolmaydi. Har yil zakat berib turayotganlarga olib bo'lmaydi. Zakatning tarifi dediqo, annama deganni ikki xil tarif qilgan. Qo'ldagi iqtisodning o'zi olib bo'lmaydi. Ya'ni zakatini berib tursa, bu qo'ldagi iqtisod olib turdi degan. Yana birisi zakatini bersa, berilgan zakat hasilab ajrini olib degan. Ikki oltish degan ma'noda nimani izohlagan. وما تنفق من شيء فهو يخلفه فأولئك هم المضاعفون. Aslında ayet boğazqa keskin deb aytalaymiz. Zakatni har yil berib tursa olmagan. Balki oltin asboblarim olsin deydigan ayol kishilar qolsa, har yil bersa bu olishning bir obda yo'li.
Çünkü bu altın kumush zakatni berib turgan bilan o masalan ya bir hadiya keladi ya anisi tuqqan chaqda qaynonasi bir uzuk ya nima qildi ya harim bo'lsa eri bilazik og'ash qildi ashuna qilib yana olib kelgan. Shuna hozirgi sodir ulamolardan Ibn Baz masalan Şeyh Usaymin rahmetullahi alayhi ise zakat qildigan o'shaning mazhabini qarashini tanlagan. Bu hadislar kelgan bo'g'achqa undan bu zakat bor edi. Yaqub Zumrat undan aslida kelmaydi. Hazreti Anas ibn Malikning qarashiga tayangan. Ham bu ma'lum nami emas deyishim. Bilezik nima? Qo'l avrat emas deymiz emasmi? Uzuk nima emas? Illa ma zahara min hadganna al-khatim al-wajh deydi-ku. Shu qo'lni bo'g'achqa qo'l odatda avrat emas deb nima. Ba'zi ulamolar avrat deb qarasa, lekin avrat emas ekan, mushu avrat emasligini ko'rsatgan dalillarimiz. Xudoga mushu masalalarni masalan biz o'tgan darsda bayon qilgan masala olsun, mushu masala olsun, davomli jamiyatda kishilar shu so'raydi. Ayollar so'raydi, boshqa so'raydi. Buni bir qismdan o'rnatib olsak, ayollarning bizni zakat qiladi. Buni arifu qarashsa, zakat qiladi degan qarash rajih deb qilsak, fatvoni bir yasan bo'ladi. Kishilar ko'p so'raydi buni. Ham bu zakat masalalari qarasanglar, zakat masalalari bu iqtisod ishlatishlar. Iqtisod degan turmushningki jon tomiri bu. Ya'ni mushu biz o'qish orqali va mushu amaliy turmushda ijro qilish orqali Almaniylarga amaliy raddiya oldimush. Mushqiyimiz Almaniyaga raddiya va Almaniylar bu islom bu din degan shu o'tira tasbih sirbiya subhanalloh deb o'ttasang shu islom. Ya o'ylanib Qur'on o'qiysa bu turmushga insonlarning hayotiga jamiyatga hech qanday munosabatsiz deb turibdi. Ma'lumona eng raddiya. İslamning butun mushayat sohasida ko'rsatmalari, bekitgan tuzumlari va tajriba qilgan qonunlari amaliy isbot. Ham bu yerda zinnat masalasida ittifoq kelgan bir o'rin bor. Ixtilof bo'lgan o'rinni bayon qildik. Ittifoq kelgan o'rin bor. Masalan, oltin, kumush yasalgan qochqicha desak, buningga zakat kilidi dedi. Nima uchun bu harom? Harom dairada ishlatilgan narsa. Buning cho'qim kilidi. Bu bir xil buni cheklashning bir chorasidir. Zakat birisi buningga degan. Bu ittifoq bor. Ikkinchisi bu haykaldek ashunda haram da'iradagi narsa bo'lsa oltin kumush uning kildi. Uchinchisi hozir ba'zi erlar oltin zanjir soldigan muqla ishi bor. Burun unda ayol mijoz odam yo'qdi. Hozir unda paydo bo'ldi. Mushunga zakat kildi. Bu ittifoq bor. Faqatlam kumush uzuqlab qolsa, kumush uzuqqa kelmaydi. Albatta bu nisob emas ayrim. Lekin o'sha nisobga yetgan shunda zanjir va uning boshqa shunda 85 gram oltin zibizini va endi aksimaylar adam bo'lib qolsa adam bo'lib qolsa zakat qildi deymiz. Işletishi haram hozir. Uning mulkiga kirishi haram bo'lib qolsa, uni zakat kelmaydi, zakat qabul qilmaydi, buni bilmaymiz. Lekin bu odamning ishlatishi cheklangan. Lekin o'zining halol iqtisodini qilgan bo'lsa-mu, ishlatish cheklangan. Asaratiga unda uyda qo'yib qo'ygan narsaga kelmaydi. O'zi masalan, oltin apto, yaxshilabcha, longdek narsa bo'lsa kelmaydi. Bu qunyani o'sida kelmaydi. Buni anda qo'yib qo'yash hadisda cheklangan doir kirmaydi degan bo'lgan. Hozir hadis cheklangani odatda kunda ishlatilgan, yeb ichilgan taxsa, qochqicha va narsa oltin bo'lsa, buni zakat kirdi dedi. Uning kelmaydi. Nima uchun? Bu kichikgina bir ruxsat qilingan doir bo'lg'achqa. 595 gramda uzuk solmaydi. Lekin uzukdan masalan 200 tal uzukni qo'ygan, digitalda almashtirib taqaydigan bo'lib qolsa, uni kirish mumkin. Lekin bu nadir ahvolda.
Altın yaltılgan bolsa haram bo'ldi akşige. Bu altın zibzinnat, bu narsa asli şu ayollarning erlarga yasinish uchun zinnatlanishga ruxsat qilingan narsa. Şu Qur'on Karimda bu avama yunashsha'u fil hilyati va huwa fil hisam g'ayru mubin. Altın zibzinnatda cho'ng'olganlar so'rilida tutishib nuqlanmaydi deydi. Yani bu aksiyon olmaz. Ayol kishi altından qimmatlansa bo'ladi. Ya buldu. Ma'lum altın kumush bo'lganlikdan. Yana bir türe zibiznatdan ishlatmoqda, lekin shunda ixtisos shaklda sanduqchalar saqlasa, buningda zakat vojib bo'ladi. Chunki bu o'zida, masalan, bilazuk ya alqa ya gulab shaklida bo'lsa, yani buni shunda jiq setilib pulni saqlab qo'ygandek saqlash mumkin. Qala wa yudammu ahaduhuma ila al-akhar. Ahaduhuma yana al-dhahab wal-fidda. Bir kishining qo'lida oltindan bo'lib qolsa, nisob yetdimi? Zakat berdi. Shunami? Ya kumushdan bo'lib qolsa, uni zakatini berdi. Oltinning nisobini 85 gram dedi. 20 tilla 4,25 gram. Shundan 20 ga ko'paytsak 85 gram chiqadi. Shu Abdulmalik ibn Marvonninki so'qtirgan tillasi shu ig'irlikda hozir Yevropadagi muzeyxonada saqlangan bo'lsa, shu aniqlanda bekitetiladi. Agar oltinmi bor, kumushmi bor qildi. Lekin ikkisi o'z oldiga nisob yetmadi. Oltinning 85 gram yetmadi, kumushning 595 gram yetmadi. Kumushning nisobi 595 gram. 200 dirham. 200 dirhamni hisoblasanlar 595 gram chiqadi. Masalan, 300 gram kumush, 50 gram oltin bor. Bunda Hanifi mazhabining qarashi ikkisini qo'shib İkisini qo'shsak nisob shakllandi. O'lchamga yetadi. Ya oltinning nisobiga ya kumushning nisobiga yetsa, bu zakat qiladi. لأنهما متحدان في معنى المالية والثمنية. Yani bu cinsda bir cins demek. Bunun cinsi pul mal bo'lg'achqa, tovarlarning bahasi sifatida ishlatilgan cins bo'lg'achqa, ikkisini bir cins deb qaraymiz. İkisi bir pul hamda. Ve zekatu taallaqat bihima bi'tibar al-maliyati ve thamaniyati. Zakat mı? Bunu pul deb qarag'achqa, pul deb hisoblag'achqa zakat kelgan. Fatudammu nadran lil fuqara. Shuna faqirlarga taxim foydali bo'ladi deb qarab, ikkisini qat'atimiz. Agar ikkisini qatmagan taqdirda jumhurning qarashi bo'yicha desak, zakat kamayib turadi, zakat bermaydi. Bu zakat bermaydigan odamlar zakat berdigan qilgan ekan, buning zakati kambag'alning yanchiqiga tushadi. Undan ekan, kambag'allar uchun foydali. Cumhur kamaydi deydi. Nisobni bekitishda har yili masalan biz zakat berdigan chog'da oltinning bahosini shu kunda ufib boqamiz. Oltinning bahosini ufgan chog'da oltinningki 24 lik oltin emas, 18 lik oltin. Yani 80% oltinni bahosini so'raymiz. Farq bormi? 30 qo'y farq bor. Masalan, bugun kunda 1 grami 300 qo'y bo'lishi mumkin. Ya 280 qo'y bo'lishi mumkin. 300 qo'y deb qarasak, gram 300 qo'y. Ya to'rtni shunda assak oltinning bahosi shundan chiqadi. Agar 18 lik deb qarasak 270 qo'y bo'lishi mumkin. Taxminan deyiladi. 300 qo'y desak, 300 qo'yni 85 ga shuna ko'paytsak, 25 mingga atrofida nasib. Sidam oltinning bor. Biz sidam oltinni hisoblaymiz. Yani nokcha oltinning bahosi bu. Zibzinda ishlagan nima emas. Nokcha oltinning bahosini hisoblasak, 85 gramga 1 gramning bahosini ko'paytsak, 25 ming qo'y, 28 ming qo'y, 20 ming qo'y atrofida nasib qildi. Ama shu o'lcham. Agar kumushdan nisobni belgilamoqchi bo'lsak, kumushning bahosini so'raymiz. Kumushning bahosi hozir 3 qo'y ya 4 qo'y 1 gram. 3 qo'y deb qolsak 595 gram, 600 gram deylik. 600 gramga 3 qo'yni ko'paytsak 1800 qo'y. Yani 1800 qo'y hozir sharoitda eng namroq zakat oson bo'ldi deganning qo'lida bor. 1800 qo'y bor. Deganda o'lim oldim kumushning nisobini hisob qilamiz deganimba, oltinnikini hisob qilamiz deganimba, hozir ko'pchilik ulamolar oltinnikini hisob qilamiz,
Chunki shu 5 tuga 40 qo'y endi hayvonlarda bekitgan o'lcham bilan hozir qimmati oltinning yiqilishida, ammo kumushning qimmati tushib ketdi deb bunda tarjih qiladi. Oltinning bunisi shu hisoblanadi. Ama kumushnikka kuz bo'lib qolsa, uni qimmati tushib ketgan ya kumushning o'zidan 595 gram kumush bo'lib qolsa, ayriydi. Kaman dalili charmallarga qiyas. Yani şuna muallif nundida bixilaf as-sawa'in. Bixilaf as-sawa'in deyish bilan jumhurning dalilini tepetmoqchi. Siz sawa'inga qiyas qilib turib, buni har birini o'z oldiga hisoblaymiz, qatmaymiz dedingiz. Lekin bu farqli qiyas. لأن الزكاة تعلقت باعتبار العين والصورة. Çünkü savainda hayvanında zakat aşının cinsi ve şekliga qarab mavu tuga, mavu qo'y, mavu kalidab şunun chetishliq ular belgilangan. Va ajnasu muxtalifa. Tugi bir jins, qo'y bir jins, kali bir jins. Degan bu yerda oltin bilan kumush bir jins. Undan ekan siz qilgan qiyas ma'al fariq. Niyada hazır cumhurning qarashini bayon qilmaylam, shu cumhurning dalilini so'qiyotgani, shunda bir qarash bor, shunda qiyas qilib qolsa, biz bunda raddiya beramiz demoqchi. Thumma 'inda Abi Hanifata yudammu ahaduhuma ila al-akhari bil qima. Endi bu nimaga chetishlik masala? Qanday qo'shimiz bu shuni? Qanday qo'shib hisoblaymiz degan chetishlik masala. Imom Abu Hanifa oltin bilan kumushni bir-biriga qatirishda qimmati bo'yicha hisoblaymiz dedi. وعندهما عند الصاحبين بالأجزاء دegani miqdor bilan demoqchi. Ay gram, mancha misqol degan miqdor bilan demoqchi. Bu ishlarning qarashimi Imom Abu Hanifadan Navodirda rivoyat qilingan ojiz bir rivoyat. Lekin zahir rivoyatda Imom Abu Hanifa bil qiyma degan. Yani bunun misali çoğulsa ve suratuhu men lehu aşratu methaqila zahab ve ina'u fiddatin aqalla min 100 dirhem. 10 miskal altın desek bu altının nisabının yeri mi? 85 gram desek 42 gram altın baki. Yana bir kumush qachi baki. Aqalla min 100 dirhem. Kumushning nisabi 200 tenge desek bu 100 tengeden azroq ekan. Lekin buning qimmati gram soni az bo'lgan bilan qimmati 10 misqal oltin bilan barobar ekan. Tajibu zakatu indahu khilafan lahuma. Bu 10 misqalning qimmatini qo'lda bor 10 misqal qassab 20 misqal 85 gram oltin to'liqlangan bo'lg'achqa zakat qildi dedi. Ammo sahiban yo'q buning qimmatini emas, miqdori qaraydi, ig'irlikqa. Ig'irlikqa qarasak bu qacha nisobning yarmi yetmaydi. Undan ekan yarim nisob oltin bo'ldi, yarim nisob kumushdan to'liq bo'lmadi, shundan zakat kelmaydi deymiz. Yani bunun toplami nisob yetmadi. لأن المعتبر فيهما القدر لأنه المنصوص عليه. Yani şu ayet hadislarda bekitgan tilg'og'ini ig'irlik miqdori dedi. Undan bu ishkaylan ikki turni to'plasak 20 misqal oltin to'shmadi. Undan zakat kelmaydi demoqchi. وله يعني لأبي حنيفة رحمه الله أن الضم باعتبار المجانسة. Biz bunu qetishda ikkini bir jins deb qatimiz buni. Wal mujanasa bil qiyma. Jins bo'lishi uchun buni qimmatiga qarasak, unda bir jins degil bo'ldi. Fa idza tammat al qimatu nisaban min ahadima wujida as-sabab. Undan keyin qimmatini shunday deb qilsak, ikkisining birisining qimmatida nisob to'liq bo'lsa, zakat vojib bo'ldi degan gap. Bu hamda ikkini qatgan chaqda qimmatini hisoblandik yoki ig'irlik miqdorini degan talash tartishgan. Ama bu ishni qatgan chaqdagi ahvol, lekin yolg'iz bo'lsa, yolg'iz kumush qachili bo'lsa, oltin yo'q, kumush qachidan 5 bor. Lekin 5 ni hisoblsak 200 dirhem yetmaydi, lekin qimmati falon pul. Bu chaqda qimmatini hisoblamaymiz deydi. Masalan, 595 gram nisob desak, 300 gram ig'irlikdagi bir ivriq bor desak yoki aptu bor desak, kumush. Lekin qimmati 200 tenge yaraydi ekan bu. Zakat vojib bo'lmaydi deymiz.
Unda hozir ma'vo kitobligini ikki turda narsa bo'lib, buning qimmati bilan hisoblab qaytaramiz degan masala. Qala va nisabu az-zahabi 20 mithqala va fihi nisfu mithqal. Oltinning nisobi 20 misqal deb bekitdi. Her bir misqal 4,25 gram. Cemi 85 gram degan bo'ldi. Va fihi nisfu mithqal 85 gramda yoki 20 misqalda 20 misqal, ya'ni 40 dan biri, 2,5% demek. Bunda icma var. Yani şu nisab bo'ldi 85 gram oltin 20 misqal bo'ldi. Bo'lgandan buning da 20 misqal, yani 40 dan biri zakat qildirganda icma. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam يا علي ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ 20 مثقالا فإذا بلغ ففيها نصف مثقال مش حديث أساسا. قال ثم في كل 4 مثاقيل قيراطان 20 misqaldan aşqandan keyin her 4 misqalda qirat zakat qiladi. Lekin 4 misqal yetmez şu. Mesela 21 misqal olsa Ebu Hanife'nin karşıdan şada bu affu demekçi. Xuddi saimada qandatda 40 qo'y. 40 qo'ydan keyin 21 ga qadar apaqilgan bir vaqas vardı. Shunga o'xshash 85 gramdan 102 gram qadar 17 gram mishada bir vaqas var. Buni fiqhda zakatul kusur deymiz. Chilpaq iqtisodninki zakati. Zakatul kusur. Kusur ham parchilgan bo'ldi-ku. Masalan shu 20 misqal dedik. 20 misqaldan keyin 4 misqal bo'lsa, ondan zakat qildi. 4 misqal bo'lmay 3 misqal qadar bo'lsa, 3 misqalga zakat kelmaydi. Xuddi 40 dan keyingi 10-20 qo'yga kelmagandek demakchi. Yani 4 misqal qanchalar desak, 4 ni har bir misqalning eg'irligi ko'paysak, 4,25 gram ko'paysak 17 gram deb chiqadi. 17 gramni 85 ga qo'shsanglar 102 gram bo'ldi. 100 gram bo'lsa 85 gramning zakatini birsa demak. 101 gram bo'lsa 85 gramning zakatini birsa, 102 bo'lgan chaqda ondan buningga 2 qiratni qatsa demak. Qirat degan bu eg'irlik o'lchami. Hadisda kilo bu qirat degan. Qirat 1 dinarninki 1 misqalning 24 dan biri. Yani bu 0,12 gram. Bak jins qilsak 0,121 deymiz. 121 desanlar, shuni hisoblab tutsanlar, shu 17 gramninki musho 40 dan 1 bo'lib chiqadi. Nisfi misqalga qatimiz shuni. Demak, 24 misqalda 20 misqal va 2 qirat keldi deymiz. Qala va nisabul fiddati kumushning zakat qildigan o'lchami 100 dirham, 200 tanga. Yani 595 gram dedik. Ve fiha 5 dirahim. 200 tangida 5 tanga zakat vacib bo'ldi. Bunun da ittifaq, ijma var. Liqawlihi sallallahu aleyhi ve sellem fi hadis Amr ibn Hazm, "Laysa fi ar-riqati sadaqatun hatta tablugha 200 dirham, fa idha balagat 200 fa fiha 5 dirahim." Yani muttafaqun alayhi hadisda "Laysa fima duna 5 awaqin sadaqa." Avaq degan uqiyaning ko'pligi. Bir uqiya 40 dirham bo'ladi. Bir uqiyaning eg'irligi Hanafi mazhabining qarashida 125 gram. Jumhurning qarashida 119 gram. Bundan keyin oltin va kumush nisobi, yani eng tuan boylik o'lchami bunda ixtilof yo'q. Yani buningdan oshgan chaqda orliqda zakat savobini belgilagandek vaqas ya afv bormi yo'qmi? Ma'noda ixtilof bo'ldi. Kimmaydi degan nima chiqdi. Lekin biz hamda hozir hisoblash ishlar qulay bo'lg'achqa, shu orliqdagi tildo deymiz. Masalan, 25 ming qo'y deb tutma. 25 ming qo'ydan keyin 100 qo'y bo'lsa, 2,5 qo'y birimiz. Agar 10 qo'y qolsa, 2,5 ming birimiz. 1 qo'y qolsa, 2,5 siniz birimiz. Bir mo'lcham bo'lib qolsa, ashuna 40 dan birini birimiz. Misal, yani bu Ebu Hanife aşında qiyinchilik bo'ladi. Dal uni belgili bo'lmaydi. Parçının bunda belgili olmaydigan ahvol bo'ldi deb aşında zakat savobini qiyas qilib turib, ham belgili bo'lgan bir orliq nima qilib, unda atlab mangmas demoqchi.
Qala thumma fi kulli 40 dirhaman dirham. Mesela altında 20 misqaldan keyin her 4 misqalda andın kilodu dedi. Şunama yani 85 gramdan keyin 17 gram olsa andın kilodu. Bu 15 gram, 14 gram, 10 gram bolsa bununda zakat yo'q dedi. Ama kumushda 200 tengeden keyin 40 tenge ketilsa andın zakat kıldı. 239'da kelmaydi demek. Yani o 239'da 200'gü birisi. Lekin 39'ga vermeyse demek ki. Lekin sahibanın qarşı milli sintiqcha hisoblab bunda bir tengeden zakat kıldı demek. Ve hada inde Abi Hanife mana. Abu Hanife'nin qarşı bu. Bu qarash lekin sahabe kiramlardan, Hazrat Umardan, tabiilerden Said ibn Musayyib, Ata, Tavus, Shabi, Makhul, Zuhri, ondan fuqahadan Avza'ining qarashi. Bu kumushda shunday düşünama, lekin oltinda shunday. 20 misqalga 4 misqal olgandan keyin ondan 4 misqalga zakat bersa, bo'lmasa shu 20 misqalga ham zakat bersa degan qarash. Tavusdan rivoyat qilingan bir qarash bor. 200 nisab ondan yana 200 qaytilsa bir qatlansa kildo ortiqqa qatlanmasa kelmaydi. 200 da bir keldimi? 399 da yani şu 200 dan. 100 olsa ondan 100 ga. Ondan 599 kadar yani şu 100 ga 600 olgancha bunda. Lekin bu bak aciz qarash. Ve qala as-sahiban ve cumhurun qarashi ma zada ala an-nisabi minhuma faz-zakatu bihisabihi. Nisabdan şunda bir tenge aslan şu bir tenge qanchalik zakat qildigan bo'lsa 2% nisabida zakat qilaverdi. Hatta yecib indahuma fi dirhami az-zaid ala al-200. 201 olib qolsa bir tengeninki 40 dan 1 kilodo 2%. Juz'un min 40 juz'an min dirham. Ve kedalika al-qirat az-zaid ala al-20 dinara. Mesela 85 gramdan keyin bir qirat eşib qolsa yani 1 gramning 5dan 1 demdo 2 milligram dedi qiratni. 0.121 deydi. Aşında bir qirat 85 gram qatib qolsa, aş bir qiratmi 40 dan 1 zakat qildi deydi. Liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem fi 200 dirhamin 5 dirham. 200'da 5 tenge zakat qildi ve ma zada fa bi hisab zalik. Eşib ketganda aşının ölçüm boyunca, hesap boyunca dedi. Rava Ali radıyallahu anhu. Yani bunlar açlıkta kıyas kıldı. Mesela buğday, onda açlık bulup kalsa, şunu mesela mançılık nisabı da kalsa, şu nisabdan 40 tal buğday açsa bir tılını ayrıydıgan. Ya ki aşır da kalsak 10 talının bir tılından. Mesela 10 tağadın ki 10 tallamış kaldı değil. Yani nisabı da kalsak aşında. Ya 5 avsuktan da 5 avsuk demez. 5 avsukga 600 kilo dek narsa. Şunu 10 tal buğday eşib qalsa bir tili aşırı kildo de. Bundan ma'na ana qiyas qilamiz. Lekin Abu Hanifa rahmatullohi alayhi tamazada bi hisab zalik deganni qanday tushunda 200 tengida har 40 ta bir tenge kilamta 200 ni oshgandan keyin her bir 40 ga bir tengidan shu hisob bo'yicha birisiz degan mazmun bo'ldi buningda. Undan 200 dan keyin 40 bo'lsa bir tenge. 80 bo'lsa 2 tenge. Bunday hisoblasa shu hadis bunda demakchi deb tushungan. Endi bir ehtimollik bor endi. Wali Abi Hanifa rahimahullah qawluhu sallallohu alayhi vasallam fi hadis Amr ibn Hazm wa fi 200 dirhamin 5 dirahim wa fi kulli 40 dirhaman dirhamun. Undan keyin har 40 ta bir tenge degandan 40 bo'lmasa zakat kelmaydi degandek mazmun bor. Wa lam yurid bihi al-ibtida. Yani bu 40 tenge deganni 200 ning ichidagi har bir 40 ta bir tenge demakchi emas bu yerda. 200 dan oshgandan keyin 6-40dan do 6-40 ning gapi bu. Va fi kulli 40 degan va fi kulli 40 ba'da al-200 dirhamun degan bo'ldi deb tushundim. Fa yakunu al-murad ma ba'da al-200. Undan 200 dan keyingi 40 ta 40 bo'lsa 1 dirham keldi. 40 bo'lmasa kelmaydi degan ma'no. 200 ning aşı dastlabki birinchi 40 ta bir tenge bor demakchi emas bu. 200 dan keyin ortiq 40 bo'lsa, undan keyin bir tenge birisi degan gap deb tushundi. Yani 40 dan 5 bo'libdi, 5 ni berdi. 6-cı bir 40 kelsa, 6-cı tengeni birisi demakchi. Shunda mazmunni chiqarmoqchi.
Lekin bunda shundan as chiqib digli bo'lmaydi. 40 ta bir teng keldi. Lekin 40 bomba tengimi, tengining yerimi yoki ma'lum % keldi desiyo. Ha? Bu ichki tarafning hadisning kelgan dalili shunda ehtimol. Fayakunu muradu ma ba'dal miyatin. 200 dan keyin ondan 6-chi bir 40 bo'lsa, 6-chi tengi keladi demakchi. Yana bir dalil vali annahu nisabun lahu afun fil ibtida. Bu nisabning dastlab boshlanishida bir apoqonga urin batishunama. Yani dastlab 40 kelmaydi, 2-chi 40 kelmaydi, 5-chi 40 bo'lgandan keyin ondan keladi. Unda o'nikin nisabdan keyinmi bu 40 to'shmisi kelmaydi. Nisabdan ilgariga qiyos qilyaptilar. Fakada fil intiha, ya'ni oxirlashgan chaqdimi dastlabki 40 bo'lguncha kelmaydi demakchi. Ya'ni 200 bilan 239 oraliqi apoqilib ketgan demakchi. Nisab 200. Ha. Bu dastlabki nisabni bekitishda 200 bo'lgan qadar apoqilayotgan. Ammo 200 dan oshgandan keyinki yana bir o'lchamni bekitishda 40 cha apoqilish bor. Ilgarigidan bir apoqilish bo'lyapti, va keyingisimi 200 dan oshgandan bir apoqilish bor demak. Bu bir apoqilish bor, onun bilgisini olsin. 200 dan keyin yana 240 bo'ldi, 240 dan keyin 280 bo'lguncha har 40 ta bir atlaydi. Abu Hanifa'nın qarışı. Kessayma degandigilar hozir Abu Hanifa sharmalla qiyos qildi demak. Sharmallada 40 qo'y bekitib bo'lgandan keyin yana 121 qadar bir nimbatigi, undan 400 dan 500 ga, 500 dan 600 qadar ashunda nimbat. Mana bu 40 dan atlaydigan vaqas bor demakchi. Endi hadisni dal keltirdi, qiyosni dal keltirdi, nima aqli dalili va annahu yufdi ila al-haraj bi hisab rubu' ushr ad-darra. Hisoblashda qiyinchilik qilib bordi. Shuna jafo tortmaslik uchun qulay bir ishni qildi deb bilan qulaylik yaratib berish uchun shuni tanlaymiz demakchi. Masalan, ad-darra, bu zarra wal habba wad daniq wad dirham bular hammasi egrilik o'lchamlari. Müslümanlar işletken ölçümler. Aslında zarra diye kızıl çümülü diyen buldu. Zarranın ağırlığına 0,100 milyonda 23 gram. 0,1 açıklıktan 6 nolunu vurup 23'ünü yazsanlar zarranın ağırlığı. Bir zarra artık oldu dese, bu nezriye vardı. Bir zarra açtı, nisaptın dese, bir zarranın 40'tan birine kanda çıkırmaz. Bu kıyınçılık oldu dedi. Ondan keyin vel habba degan birdan. Muhim bir o'lcham bu. Ammo bu masalan arpaning bir dinimi, yo qichining bir dinimi, yo buğdayning bir dinini hisobladimi, ashuna birdanga hisoblab turib, ondan bekitga o'lcham. Lekin vazni habba desammadan biladi. Masalan, hadisda ala vazni nuwatin min dahab deydi-ku, qo'lni urg'i degan. Shu bir o'lcham. Ma'lum o'lcham shuning nazarda. Hamda habba degan qanchalik 0,10,425 gram. Bazı qarashda 0,1059 gram hisoblaydi. Masalan, mushuni ma'lumda 40 dan birini qanday bekitamiz? Vaddaniq 0,1095 gram. Yani yarım gramda kındo, yarım gramga yaqin. Dirham 3,12 gram. Vel haracu madfu'. Yani bunda qiyinchiliklarni biz odatda yo'qotishimiz lozim. Şeriat harajdan qutuldirib kelgan bizni. Lekin shu sohibaning va jumhurninki qarashi shu jallo. Unga hozir hisoblashda oson bo'ldi. Telefonlar hisoblayapmiz-ku. Qala va tu'tabaru fiha al-ghalaba. Fi al-dhahab yaka fidda desak bo'ldi. Fima mekazuni kada. Fima damlar. Oltin kumushda oltin kumushning sap oltin kumushning miqdori jiqroqmi yoki tumi to'ch mistak manda moddaninki saxtalik moddasi ig'irroqmi shuni qaraymiz deydi. Fa in kanat lil ghish kanat yani al ghalaba lil ghish fa hiya urud. Masalan bir tilla buning ichidagi oltin 30% tumi yoki mis 70% bo'lib qolsa bu odatga tumi tasdiqlaydi.
mis va kazadik. Oltin demaymiz uni. Wa in kanat lil fiddati fa hiya fidda. Oltinga ya kumushga ig'ir bo'lsa, ichidagi modda, o'chaqda buni oltin kumush deymiz. Biz 70% oltin ya kumush bor, 30% mis tuch degandek narsa bo'lsa, uni oltin kumush deymiz. Lekin saxtalik aralashtirilgan oltin kumush deymiz. Wa kadhalika adh-dhahab li'anna dhalika la yantabi'u illa biqalil al-ghish. Ya'ni oltin kumushda saxtalik qilib, masalan, oltin kumush yasagan taqdirdami, bunda yaltib qo'yib bilan bunda yasamaydi. Cho'qim uningga jiqraq bir narsa qatgandan keyin, uningdan keyin 30%, 40% qatgandan keyin jingda ko'rinishi mumkin deydi. La yantabi'u degan oltin ya kumush tabiiy singdirilmaydi deydi. Fala yakhlu minhu. Undan keyin bu saxta oltin, saxta kumushlarmi oltin ya kumushdan xoli emas, oltin kumush bor shunda. Va yakhlu an kathiri, lekin ko'p yo'q. Ya'ni buning ichida 70%, 80% degandek yo'q, 30%, 40% unda bo'lishi mumkin. Unda uni faja'alna al-fasila al-ghalaba. Shundan biz hamda buni bekitishda oltin damdiq shuni, kumush damdiq deb bekitishda oltin kumush ko'p bo'lsa, oltin kumush deydi deb unda bekitdik. Va dalga ziyadati ala an-nisf. Bu o'lcham nima esa 50% dan oshsa oltin kumush deymiz. 50% dan oltin kumush miqdori shundaki. Ozroq qolsa oltin kumush ko'mitasi. 50 olsa hisob bo'lmaydi. Fatajibu fi zuyuf va nabahraja. Shuningdek zakat mushturlik, saxtalik darajalarida zakat vojib bo'ldi. Zuyuf degan azroq saxtalik ishlatilgan tanga va tillar. Masalan, 20% mis ishlatilgan, 80% oltin kumush degan. Va nabahraja bu undan sal to'rak. Undan to'rak, masalan bu 60%, 65%, 70% sat. Shundaqlari nabahraja. Bu ham shu o'z vaqtida bu pullarningki saxtalik darajalari bor. Kishilarda qarab bilan bildigan, kishilarda bilan bildigan nimalar bor. Asli bu saxta degan zayef deymiz bu. Saxtalik darajasi, lekin unda ig'ir emas. Azroq saxtalik istakki. Yo'q, ma sat bo'lsa zuyuf va nabahraja demaymiz. Shu saxtalik olgan ekan zuyuf dedik. Bu masalan 20% boshqa modda aralashtirib saxtalik qilgan desak, nabahraja desa 30%, 35% boshqa modda ishlatilgan. Bundan keyin buningda yarimidan oshgan ekan biz zakat vojib bo'ldi dedik. Li'annal g'olib alayhim al-fidda. Bunda oltin va kumush tilolab qolsa, oltin kumush miqdori yarimidan oshgan bo'lg'achqa. Zuyufe saxtalik azroq. Nabahraja saxtalik sal jiqroq. Lekin yarimidan ortiq yana. Zuyufda 20% mis bo'lsa, nabahrajada 30%, 35% mis. قال ولا تجب في الستوقة لأن الغالب عليهم الغش. يعني الستوقة ديان saxtalik irraq. لأن الغالب عليها الغش. Çünkü bununda oltin kumushdan boshqa modda jiqroq bo'ldi. İlla an yabluğa ma fiha min al-fiddati nisaban. Faqatlamanda buning masalan jiq unda sattuqa saxta tengildan bekchi bo'ldi. Endi har birisi masalan 30%, 40% dan kumush bor desak, 30%, 40% dan kumushni hammani o'sh qo'limiz kumushning hammasini ig'irlikni bir o'lchsak, nisob ketilgan bo'lsa, ichidagi to'mitasi va gazdan chiqarib o'tib, o'chaqda zakat vojib bo'ldi deymiz. Lekin buni sap kumush hisobida hammani sap kumush deb hisoblab bunda zakat kelmaydi. Ya takunul tijara yoki ashuni ilib sotilgan tijorat tavri sifatida hisoblasak, masalan ashuni tijorat qilgan bir odam bor ekan. Ashi ja tengini ilib sotilgan odam bo'lsa, qo'lda nurg'un bo'lsa 2% kildo deymiz. Bu tijorat tavri sifatida. Va tablugha qiymatuha 200 dirham. Ashi nisob qiyasda demak. 595 gram yoki 200 tanga nisob qiyasda. Butun qo'ldagi saxta tengildagi kumushning miqdori shuni yesa demak. Tijorat bo'lsa albatta uni kildo nisob ketgan bo'lg'achqa. Tijorat qilmaydigan bo'lsa-mu, qo'ldagi iqtisod hisobi bo'lsa, shu nisob
kumush hozir bavuldi. Undan keyin zakat qildi. Fatajibu hina idan shu chaqda mumkin. Lekin qo'lda ba tangin hammasi saq tangidek hisoblab bunda zakat bermaydi. Va in tasawaya kumush bilan ya oltin bilan saqda aralashtirilgan modda nisbati tang bo'lsa 50% oltin, 50% mis. 50% kumush, 50% tumi. Bunda aralashtirilgan bo'lib qolsa, yani birini-biridan jiq digil olmaydi. Bas oltinning sap oltinni 24 ayarliq deymiz. 50% oltin ba o'lcham 12 ayarliq. 16, 18, 21, 24 bo'ldi. 12 ayarliqqa shu 50% mis yoki boshqa modda bor ekan. Agar bunda bo'lib qolsa, zakat vojib bo'lmaydi. Li'anna al-asl adam al-wujub. Chunki asli baraat zimma yoki asli hukm bir narsa vojib bo'lmasa, bunda bir boylik kelgandikilar qo'lga boylik bor degandan keyin undan zakat vojib bo'ldi-ku. Odatda boylik bor deb isbotlanmagan bir ahvolda. Yani boylik bor deb isbotlanmagan shuning masalasi bor. Vaqad waqa'a shakku fi sabab va huwa nisab. Nisab qo'lga kirdimi, kirmadimi deganda biz shak qilib qoldik. Undan keyin al-yaqin la yazulu bi-shakk degan qoida bo'yicha zakat vojib bo'lmaydi deymiz. Bi xilaf al-bay' ala ma yati fi sarf. Yani so'zsiz masalalarda pulni pulga almashtirish masalasi bor. Buningda bu hozir degandek demaymiz ayt. Buni o'xshamaydi. Masalan nima? Pulni pulga almashtirishda pul mesela oltinni oltinga almashtirsak tang bo'lmasa ribo bo'lib qoladi. Dahab wal fidda bil fidda yadan biyad mislan emas wal fadl ribo deydi. Endi buni almashtirgan chaqda masalan ma birisining qo'ldagi tangida 20% kumush bor, qolgan tumi. Yana birisining qo'lda almashtirmoqchi bo'lgan kumushda 20% kumush va qolgan tumi. Bunda bo'lib qoladi, ikkisini almashtirsak, bunda jazo shakllanmaydi. 20% kumush, 20% kumush, 80% tumi, 80% tumi. Ikkisi almashtirib ribo shakllanmaydi. Wa nadran lil maliki kama fi as-sawm. Nazran lil mal kama fi as-sawm degan masalan saima hisoblash uchun yilning yarimidan jiqroqida yaylaqda o'tlasa, uniki saima degan tur. 6 oylamning qilgan bo'lsa, zakat kelmaydi degan. Yani tang bo'lsa, zakat kelmaydi degan. Masalan, shuni aslanlar السائمة التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها وإن علفها نصف الحول أو أكثر فليست بسائمة. نصف الحول على بربقصة بو سائمة بمايدو ديان. سائمة بمايدو زكاة كم مايدو؟ زكاة كم مايدو كأن نظرا للمالك. أشو مال إيجسنين كي فايدس جون كانشلق قيغلق جاتم زكاة كم مايدو ديان. وسقي الأرض سيحا ودالية. Terilg'i zaminni sayhan degan iqlim suv, daliya degan chaqpilak. Ya chaqpilak bo'lmasa masalan kala yoki boshqa charvilda quduqdan yoki to'ndan yuqori suv tortib, suv to'shib nima qilamiz? Ya chilak bilan to'shsin, yoki chaqpilak cho'giltib suv chiqarsin. Ashan buni ko'rsatdi. Masalan 6 oy iqlim suvlarni sug'urdi ekan, 6 oy suv tortib sug'urdan bo'lsa Onda o'shiramas nisful o'shir qildi deymiz. Alamayati bu bunga keldi. Demak, yana bunda bir boshqa bablardagi misollarni berib o'tdi. Qala wal mu'tabaru fi ad-darahim kullu 10 wazn 7 mathaqil. Endi bu dirhamningki turlari ko'p. Har bir davlat o'z oldiga dirham so'qab pul chiqarib qilgan bo'lg'achqa dirhamlar ko'p bo'lib ketib, buning uchun dirham shar'iy shariat ashi hisob qilgan o'lchamga loyiq dirham qaysi, buning eg'irlik qanchalik, buni bir bilaylik demoqchi. 10 tangining miqdori 7 misqal kelgan bo'lsa, shar'iy dirham shu deydi. Ya'ni shu xulafa rashidning zamonidan tartib o'lcham qilinganini shu demoqchi. Ya'ni bu 10 tanginingki vazni 7 misqal degan nima degan gap? Bir tanga 4,125 gram desak, buni 7 ko'paytsanglar 29,175 gram chiqadi. Yani undan keyin bu shar'iy dirhamningki o'lchami, agar biz xulosalab chiqarsak, shar'iy dirhamningki eg'irligi 2,975 gram. 3 gramga kichikgina kam qoladi.
والأصل في ذلك ما روي أن الدراهم كانت مختلفة على عهد عمر رضي الله عنه. Hazreti Ömer'in zamanında dirhemle neç türlüktü? 3 türlük desek, bazıha 12 qiraatan. Bazısı 12 qiraat. Yani bir qiraat ne? 21 milligram dedik. 12 qiraat. Yani 2,5 gram da günerse. Ve bazıha 10 qararit ve bazıha 20. Yani qiraat boyunca hesaplayla bunu gram usundur cümay. 12 qiraat, yani bir tür varken 10 qiraat, yani bir tür varken 20 qiraatken. 3 türlük. Yani kişiler bunu ilim satın kılan çağda Mayıs tenge dese 10 qiraatlık tenge hesaplayla adam 12'lik 20'lik yapasının farkını hesaplap avarsızlık oldu. Ve kânun nâsi yahtelifûne fî muamelatihim. Talaş tartış cengizcilerle bulup gitti. Feşâvere Ömeru radıyallahu anhu es-sahabete radıyallahu anhum fekâle ba'duhum khud min kulli nev'an. Kengeşke çakırgandı ki meslehatını ilip bazılar şuna meslehat verdi. Her bir tengenin 3'ten birini ilip her tengede ilgan 3'ten birini bir cemlesen ottura hal bir dirhem çıkıdı. Aşında soktuğun deb meslehat vergen. فأخذ من كل درهم ثلثه. Şu çağda 3 xil tengenin 3'ten 1'dinden hesaplap aldı dedi. Febalaga 14 qiraatan. Bundan otturda bir tenge çıktı. 14 qiraat. Fecalahu dirheman. Şunlar muşunu bir tenge deb soktu dedi. Bazı rivayette Hazreti Ömer Abu Bizal deb bir raşın tümüçideki adamsiga buyurtib soktuğan demir şuna dirhemin bagli dedi. Soqqa adamga nisbat berildi. Bazı rivayette ya racihlar rivayette buna şu İran tarafta tutildim bizga soktuğan diye rivayet. Fajatul ashratu 140 qirata. Şundan 10 tenge 140 qirat ağırlık geldi. Ve dalika 7 mataqil. Şu 10 tenge 7 misqal çıktı. Lianna al-misqal 20 qirata. Çünkü bir misqal 20 qirat. Yani bunu biz hazır bu mürekkep dairege kiricimay ay dirhem da şu hadislerde ya sahabının şu kep qalsa ağırlık qanchalik ekan deb uqmoqchi bo'lsak 3 gramdan to'g'ri 2 gram 95 milligramda ko'rinadi. Aşı Abdülmalik ibn Marvan'ın ve ondan keyingi xalifning hammasının soqtuğan dirhemlerini tekşirse 2'de 9, 2'de 8, 2'de 8 yarım, 2'de 9 yarım unda çıkıyor. قال ولا زكاة في العروض إلا أن تكون للتجارة. عند hazır ticaret tovarlarının zakatı ötkülüp ketdi. Urud degan elif setib paydalanishga tayyorlangan malni ko'rsatdi, tovarni ko'rsatdi. ولا زكاة في العروض إلا أن تكون للتجارة. Elif setib paydalanman deb bozorga soldigan tovarlarda zakat bor. Uningdan boshqa ishlatiladigan narsa mandan yo'q demoqchi. وتبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين. Aşı qo'lik tovarning qimmati oltin yoki kumush nisobining birsiga yetilgan bo'lsa, endi hozir oltin hisoblasak, oltinning nisobiga yetilgan bo'lsa, va tudammu qiymatuha ilayha. Aşı qo'ldagi oltinga yoki iqtisodga aşı qo'ldagi tovarlarning qimmatini qo'shib zakat berdi. Endi hozir biz do'konchi emasdan, tijoratchi. Zakat bermoqchi bo'lsa qanday qilamiz? Oldindan qo'limizdagi naqd pulni bir hisoblaymiz. Undan keyin qo'limizdagi tovarni bir hisoblaymiz. Ondan keyin qarzni hisoblaymiz. Oldigan qarzimizni shuni qatimiz, berdigan qarzimizni shundan chiqaramiz. Shu qo'limizdagi iqtisod mana bunda bilan chiqadi. Chiqqandan keyin shuni 2% ayriladi. لأن الزكاة إنما تجب في مال نام زائد عن الحوائج الأصلية. والنماء يكون إما بإعداد الله تعالى. Yani zekat adette alıp turduğun ihtiyacın seri şahsi istimal kılmaydıgan miner kesitinden saymalıları bek emas artık alıp turvatkan mal kılığın boğaçka hem kasıbı bir yıl ötken kılığın boğaçka bir yıl ötse havlanın havlgen şartın bağmış eder. Lekin kitap tılgan mıdır? Ondan zekat kıldığı. Vennema hem bu öseş, avuş, yekunu imma bi'idadillah. İki cihattan buldu. Birisi Allah Teala aşını avusu avut kıldıgan bir mal kıpası. Aşını bir tayalgan bolsa Allah Teala, bu Allah Teala'nın urlaştırışıyla anne malın nami bulup gidiyor. Fe innehu Teala addahuma linnema. Allah Teala bu altın kümüş şu pullarını avuşka urlaştırgan. Haythu halakahuma themanel eşyai fil asl. Bunu aslında tovar eşyalarınki
bahası qilib yaratayotgan. ولا يحتاج في التصرف فيهما والمعاملة بهما إلى التقويم والاستبدال. Yani bunun qo'limizda bo'lsa, buni hisoblash, zakatini berishda, buni boshqa bir narsaga chiqib turib, almashtirib, uning qimmatini berish demaymiz. Endi hozirgi zamonda uni pulga chiqib turib, pul beramiz, lekin o'z vaqtida shu qo'limizda oltin bo'lsa, oltinning bir qismini, kumush bo'lsa, kumushning bir qismini bersak bo'ladi. Buningda boshqa narsaga almashtirish kerak emasdi. Va tata'allaqu az-zakatu bi'aynihi kayfa kana. Oltin bo'lsin, kumush bo'lsin, shuning o'zini ba'zi bo'ldi deydi. أو يكون degan bayatanqa va nima yakunu imma bi'adad Allah أو يكون معدا بإعداد العبد. Oltin kumushni Alloh taolo shunda tovarlarning bahasida pul qilib o'tgan. Yoki banda buni endi o'sib turgan, olib turgan tovarga aylantirsa, bu chaqda bu yana o'sib turgan, olib turgan mol bo'ladi. Va huwa immal isama, bu bandining o'zining nami qilib tayyorlashi, tovar bir narsani bu ya yaylaqda o'tlatib avutish orqali bo'ldi, yoki mana shu tijorat qilay, elib sotay degan niyat bo'lib qolsa, bu bandi tarafdan belgilangan bo'ldi. Fa yatahaqqaqu an-nama'u zohiran aw g'aliban. Bundan ekan, bu yerda tashqi ko'rinishda masalan molni olib ko'payib ketishi mumkin, yoki ba'zi ziyon bo'lib qolib, ba'zi bir ahvolda olmasa, lekin ko'pincha ahvolda olib ketadi deydi. Yani bu zakatul urud hozir. Zakatul urud masalasi. Zakatul urud zahiriyla urudda zakat yo'q deb turibdi. Qiyosning kirg'ashqa. Lekin jumhur asosan shu ko'pchilik olimlar ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum degan mush oyatni dalil qilib, Imom Tabari mush oyatning tafsirida, ya'ni bidalika jalla sanauhu zakku min tayyib ma kasabtum bitasarrufikum imma bit-tijarati aw bis-sana'ati min adh-dhahab wal-fidda. Yani ticaret bilan tapqan halol pulingni zakatini beranglar degan bo'ldi mush oyat. Mujahid mu min tayyibati ma kasabtum min at-tijarati deb tafsir qilgan. Yani salaflardan shunda tafsir qilgan. Buning ustiga xud min amwalihim sadaqa degandek umum nususlimi shuni ko'rsatdi. Amwalihim yani mol mulki, hozirmish tovar, tijoratchining do'kondagi tovar narsalar mol mulki emasmi? Mol mulki. Shundan zakat ol degan bo'ldi. Azraq bir hadisda Samara ibn Jundub radhiyallohu anhu kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya'muruna an nukhrija sadaqata mimma nu'iddu lil bay'. Biz sotilgan tovarlarni zakat berish buyurgan degan. Yani Hazrat Abu Zar radhiyallohu anhu hadisda fil ibil sadaqatuha va fil ghanam sadaqatuha va fil bazz sadaqatuhu. Bazz degan kiyim-kechak, raf, uy saymonlar deganda narsani ko'rsin. O sanadi hasan. Imom Ahmad va Darqutni rivoyat qilgan Zaylai isnadi hasan degan hadis. Bunun başqa sahabe va salaflarning ijmo'i var. Yani urud-u tijarda zakat qildi degan. Lekin urud-u tijarda zakat qilishning sharti birinchi niyat. Yani niyat bo'lishi lozim. Men shun tijorat qilaman, elib sotaman degan bir niyat bo'lishi lozim. Ondan bir yil o'yinish lozim. Bunga asosan bir narsani tijorat uchun sotib olib, masalan, mashina tijorat qilgan odam mashinaning 20 ming oldi-ku, do'kon qator tizib qo'yib sotmoqchi. Lekin lozim bo'lgan chog'da birisini minib qolsa, mayli o'xshash bilan zakat qilaverdi. Aksicha, men buni ishlatishga oldim deb 10 mashinani ishlatishga olib deylik. Lekin bizsa yuqroq bog'i mashinani sotamiz, setib qolsa, mayli uni zakat qilmaydi. Yani bu niyatiga bog'liq ish. Nolga shu urud tijorat deb hisoblashdan niyat. Innamal a'malu binniyat. Yani bu urud tijorat munosabatlik yana bir nuqta. Bu qo'limizdagi tovarni qaysi bahada hisoblab zakat beramiz? Bu bek muhim gap ma'lum. Masalan, do'konda ko'nglar kiyim-kechak bor, yoki rax bor, yoki velosiped bor, kompyuter bor. Buni qanday bahada hisoblab zakatini ayiramiz? Shu kunki top bahasida hisoblaymiz. Biz burun olgan baho emas, yoki bundan pash-pash sotilgan yuqori baho emas. Shu kunda masalan birisiga shunda top o'tkazsak oldigan baho bo'lsa, shu bahada hisoblaymiz. Nima uchun desa, shu masalan do'konda taqlatmashadi, eshikdan satay deb qolsak, shu baho sotib Yana bir muhim masala, buni sizlar bilolmasa olmaydi.
Dükkandagi malning zakatini bergan chog'da dükkandagi shu malimizning o'zini bersak bo'lamdi yo qimmatini berishimiz kerakmi yoki ixtiyorligimizdimi? Masalan, dükkanda ko'nglak shim bor, oyoq bor yoki rax bor. Biz Ramazon zakat ayırmoqchi. Ayıradigan chog'da pulimizni naqd pul bo'lmasligi mumkin. Ba'zi ta'zilib ondan naqd pul zakat deydiganlar bor. Hanifiy mazhabda Imom Shofiy shunday qaraydi, bir qarashida ay tijoratchi ixtiyorligida xolisa pul berdi, xolisa shu do'kondagi kiyim-kechak, kerak ashunday narsalardan tovardan zakat ayirish qildi. Yani 2,5%, 40 dan birini ham ayirish bo'ldi. 40 ko'nlak bo'lsa, bir ko'nlak ham zakat. 40 to'prak bo'lsa, bir to'prak. İmam Ahmad ya qimmatini berdi dedi. İmam Ahmad ashun qimmatini berdi. Hali bunu ta'til qildi. Yani bizə qimmatini berdi, ba'zi narsalar yo'q, shu o'zim birdan aytdim. İmam Ahmad qimmatini berdi. Buni Şeyh Qardaviy tarjih qilgan. Nima uchun? Kompüter ya o'z satayotgan ya raq satayotgan bir do'kon bo'lsa, bu raqni ya kompüterni ya nimani bersan, bu kambag'alning ehtiyojini ashqamdamdi, qonunmandi. Buni o'zi ishlatmaydi. Kompüter ishlatsin bilmaydi, qo'shab ach. Bolalar kiyim-kechak bermoqchi, maktabdan sumkasini bermoqchi. Ya uyga ko'ma o'tanmoqchi. Men bu kompüterni bersam, 40 kompüter qilib. Bu açıqlam buni 3000 ko'llik kompüterni 1000 ko'l setiblam az pul bilan qaytadi. So'ng sen o'zini bermay qimmatini berishing lozim. Beşler qimmatini o'zini berganlar cho'qinmoqda. Yani bir mazhabda qimmatini bersang mayli, o'zini bersang mayli degan ishni azad qo'yib qo'ydi. İmam Ahmad Qardaviy tarjih qilgan qarash pul bersa anfa'lil fuqara. Yani İmam Ibn Taymiye bazı ulamolar ahvol qarab buni qilsa bo'ldi. Mesela bizning qo'limizda shu kambag'allik foydalanadigan tovarlar bo'lib qolsa, shuni bersak, jiniga asqatilgan bo'lsa, mayli shuni bersam mayli. Ya bu kambag'allik foydalanmaydigan, bayadimni isitadigan, iste'mol qilgan boshqa bir narsa bo'lib qolsa, yoki turmushda lozim bo'lmaydigan narsa bo'lib qolsa, qimmatini bersa deb qaraydi. Qala: "Wa laysa fil 'urud nisabun muqaddar, li'annahu lam yarid ash-shar'u bidhalika, fayurja'u ila al-qimah." Yani bu nisab bu tovarning turi jiqilgan ekan, bu belgilangan narsa. Ko'nglak bo'lsa, manch ko'nglak, kompüter bo'lsa, manch kompüter deganda bir nisab yo'q. Lekin buning qimmatini baholab 20 mithqal yoki 100 dirham shu qimmat bo'yicha nisab hisoblaymiz. Wa idha quwimat bi ahad an-naqdayn sara al-mu'tabaru al-qima. Oltin kumush ikkisining birisi bilan baholab hisoblsak, bu chaqda shu qimmati hisob bo'lgan bo'ldi. Qimmati shuning nisobiga yetsa, nisob shu bo'ldi. Fatudammu ila an-naqdayn. Undan keyin qo'lamda mesela 50 ming ko'yliq mal bor do'konda desak, yani bu 50 ming ko'y qimmatni qo'limizdagi 50 ming ko'yga naqd pul qetib 100 ming ko'yga zakat bermaymiz. Lima marra. Yuqoridan da shu bir-birini qaytayotimiz dedi-ku. Va tuqawwamu bi ayyin naqdayn sha'a. Qalgan oltin kumush ikkisining birining qaysining ba'zi bo'yicha hisoblasi bo'ldi dedi. Masalan, qo'limizda ko'nglak bor. Bir ko'nglak 1 dirhamdan desak, 100 ko'nglak 100 dirhamdan do yoki bir ko'nglak yarim tilladan desak, tilla bo'yicha hisoblagan bo'lamiz. Endi hozir shu ko'yildan hisoblaymiz, yen bilan yoki dollar bilan. Li'anna al-wujuba bi'tibar al-maliyya. Chunki bu yerda vojib bo'lishi shu bir iqtisod, mulk deb vojib bo'lgan. Va taqvimu yu'arrifu al-maliyya. Endi baholsak, malning qimmati qanchalik ekan deb buning qimmatini chiqarib turdi. Va naqdani fi zalika sawa. Oltin bilan kumush shunga o'xshash. Fa yukhayyar. Shunga ixtiyorlik bor. Xuddi hozir masalan Misrda ba'zini biz muomala qilsak, masalan, Junay bilan muomala qilmaymiz, ba'zi dollar bilan muomala qilamiz. Xasa qo'limizdagi narsani dollarga hisoblab, manchi dollarlik hisoblakin deydi. Yoki Junayga hisoblab, yoki yenga hisoblab manchi yen deydi, o'xshash. Oltin yoki kumush hisoblab o'xshash. Wa an Abi Hanifa rahimahulloh yuqawwimuha bima huwa anfa'u lil fuqara. Kambag'allarga eng foydali shaklda baholaydi deydi. Ya'ni bu yer demakchi o'g'ini fidda bilan baholaydi. Fidda bilan baholsa, qo'lamda masalan 200 tangalik tovar bor ekan desak,
Ya 100 tengelik tovar varken kulağım 100 tenge var, 200 tenge oldu, zekat kıldı deyin çıkıyor. Peki altın olan baharap kalsa, o çağda sal hazıramda, cıkrak tovar olsa andı zekat kıldı, azrak tovar olsa zekat kelmeydi. Ve hu en yabluğa nisaban nadran lahum. Yani aş kembagallarga zekat tayson da zekat kıldığan tön nisabga yakın alatda baştarıp tartımız deydi. Yani hazır bunun farkı var dedik o. 25 bin köy bilen 2 bin köydek arılık. Kumuş ise olsa 2 bin köy tovar, dükanda 2 bin köy mal olsa zekat kıldı. Altınla ise olsa 25 bin köy bulmuş zekat kelmeydi. وعن محمد رحمه الله بغالب نقد البلد لأنه أسهل. Şu jutta qaysi pulni ko'p ishlatsangiz, pullarni ko'p ishlatamdi, kumushni bor. Mesela Mısırda dollarni ko'p ishlatmay, junayni ko'p ishlatadi. Bizning jutta yenni ko'p ishlatadi. Lekin şu ishlatgan pul nim bo'lsa shu bo'yicha hisoblaysa. Endi hozir qanday hisoblsak, oltin o'lchimini qilsak o'xshash chiqadi. Ammo kumushni hisoblsak o'xshash chiqmaydi. مش فرق. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.